Ko'rib turganingizdek, hozirda nalichida barcha mashinalar bor va barcha ranglari ham bor. Ya'ni siz kelib xohlagan rangingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz va sizdan har bir tanlangan rang uchun to'lov talab qilinmaydi. Hammaga assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Bugun nasib bo'lsa Suis avtosalonidan chiroyli video syomkalarni taqdim qilamiz. Sizlar uchun juda ham katta va yangiliklar bor. Bugun akalar sal kamroq gapiraman, sababi tamom mavshedda abdalas chiqyapti. Xullas aziz akamiz bilan hamotlarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Humoyun aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimi, tinchmisiz aka? Rahmat. Charchamay yuribsizmi? Assalomu alaykum Humoyun o'z kanali obunachilari. Hammangizni Suis Buxoro avtosalonida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Video roligimizni boshlashdan avval manzilimiz haqida ma'lumotini berib o'tsak va keyinchalik avtosalondagi bor yangiliklarni, mashinani avtoobzorlari hamda to'lov usullari haqida batafsil ma'lumotini berib o'tamiz. Keling, bizning manzil Buxoro shahar Gazli shoh ko'chasi 500-uy, ya'ni Gazlinskiy shossi. Xo'p, Prezidentskiy dachani qarama-qarshisi Xorazmdan kelishgacha Karvon bozor chorrahadan o'tib taxminan 1 kilometr o'ng qo'lda. Jizzax va Samarqanddan kelayotgan yurtdoshlarimiz uchun Karvon bozor chorrahadan chap qo'lga qaytib, xuddi shuna 1 kilometr o'tib o'ng qo'lda. Qashqadaryo viloyatidan kelayotgan yurtdoshlarimiz, mehmonlarimiz uchun Guliston restoranidan o'tib birinchi qayrilish 300 metr o'ng qo'lda. Suis Buxoro avtosaloni hamda Jutur Buxoro avtosaloni yonma-yon. Xo'p, ko'rib turganingizdek, hozirda nalichida barcha mashinalar bor va barcha ranglari ham bor. Ya'ni siz kelib xohlagan rangingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz va sizdan har bir tanlangan rang uchun to'lov talab qilinmaydi. Xo'p, keling unda bo'lmasa avtosalonda qolgan ma'lumotlarni berib o'taylik. Bo'ladi. Avtosalon atmosferasi juda ham akalar bomba. Xullas, xarid qilmoqchi bo'lgan akalarimizga chiroyli skidkalar hamda salon tomonidan, brend tomonidan chiroyli nimalar ham, sovg'alar ham berilyapti. Video davomida guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, videoni boshlashdan avval, bizda bugun hamyurtimiz Buxoro shahridan Ilhom akamiz Suis S07 modelidan xarid qildilar va lotereya hududidan qo'shimchasida, ya'ni bonusidan tashqari sovg'asini tanlab olish imkoniyatiga ega va hozir shu sovg'ani tanlab olishlari shart. Keling Ilhom aka. Xo'p, ko'rib turganingizdek, shu lotereya hududi barcha konvertlarda sovg'alar bor. Aytgandek, biza bonuslari, va'da qilingandek bonuslari qilib berildimi Ilhom aka? Albatta, aynan shu maqsadda biz she'ra yig'inlik. Bemalol Ilhom aka xohlagan konvertingizni tanlab oling va Suis brendiga tegishli, ya'ni firminni sovg'a egasi bo'ling aka. Marhamat. Marhamat akajon. Xo'p, akamiz tanlagan konvertning ichidan bu sayohat sumkasi, ya'ni Suis brendiga tegishli hamda bu aynan Suis brendi sovg'asi hisoblanadi. Marhamat aka, sovg'angiz muborak bo'lsin. Hozir sovg'angizni keltirib berishadi. Bu sayohat sumkasi juda ham sifat darajasi baland hamda firminli hisoblanadi. Ana marhamat, sovg'angizni qabul qilib olishingiz mumkin. Aynan o'sha konvertda chiqqan sayohat sumkasi. Bemalol ochib ko'rishingiz mumkin.
Sovg'amiz ma'qul bo'ldimi sizga aka? Juda ham sifat darajasi baland, xuddi shunday. Aka nasib qilsin. Yaxshi kunlarga bering. Xo'p, sovg'alarni topshirib bo'ldik. Endi esa mashinani obzorini boshlaylik. Xo'p, bizda hozirda sotuvda ikki xil model mavjud. Sovist S07 hamda Sovist S09. S07 modellarimiz hozirda sotuvda ikki xil komplektatsiyada iborat. Ya'ni Sovist S07 Comfort hamda Sovist S07 Luxury hisoblanadi. Endi S07 modellarimizni asosiy farqi pozitsiyasida bu dvigatel hisoblanadi va salondagi funksiyalari. Tashqi ichki ko'rinishi mutlaqo bir xil va tan narxiga. Misol, aynan shu modelimiz S07 ni Luxury pozitsiyasi hisoblanadi, to'pov komplektatsiya. Buni hozirgi kunda tan narxi 390 million. Xo'p, bunda 1.6 litr ob'yomdagi GDI dvigatel va 197 ta o't kuchidan iborat. Ana endi eng qiziq joyi shundaki, aynan shu komplektatsiyamizni shahar ichida rasxodi 8 litr. Xo'p, yana qiziq joyi shundaki, propanda 6 litr rasxod qiladi, rasxodiga javob. Tan narxi 390 million, boya aytganimday. Yillik stavkasi 5% dan xarid qilib olishingiz mumkin. Atigi bitta pasport evaziga. Va tan narxidan haligacha amalda naqd $2000 chegirmasi bor. Hozir akajon ushbu modellarga rassrochkamiz yo'q, faqatgina naqdga avtokredit. Xuddi shunday. Imtiyozli avtokredit yillik stavkasi atigi 5%, atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishlari mumkin. Va yana qo'shimchasiga hozir aytib o'tganimdek $2000 tan narxidan naqd chegirmasi bor. 390 million mashinani tan narxi sebestоймости siz 364 million bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Haligacha skidka narxlari, skidka muddati amalda. Bemalol ulgurib qolishingizni so'rab qolaman. Qachongacha chegaralangan muddati bor? Endi narxi o'zgarishi mumkin, kutilmoqda. Endi aynan qachon o'zgarishi haqida ma'lumotga ega emasman, lekin o'zgarishi aniq. Ko'pchilikdan so'rab qoldingiz, ulgurib qolishlarini. Xo'p, S07 ni Comfort varianti birinchi pozitsiyasi. Buni tan narxi 351 million. 351 million, xuddi shunday yillik stavkasi 5% bilan xarid qilib olishingiz mumkin, atigi bitta pasport evaziga. Mahalladan spravka, tug'ilganlik haqida xuddi shunday bitta pasport bilan bemalol kelib rasmiylashtirib olsangiz bo'ladi. Shot spravka o'zingizning o'tingizga chiqadi. Va undan tashqari $1000 chegirmasi bor. Bemalol kelib 351 million emas, 338 million bilan xarid qilib olishingiz mumkin. Xohlang naqd, xohlang avtokredit, перечисление umuman farqi yo'q. Akajon, hozirgi kunda S07 ni qaysi ranglari ko'proq ommabop sotilyapti hozir? Endi bizda O'zbekistonda bu oq, qora va aynan shu rangimiz. Bu pearl white deyiladi. Endi o'zimizning xalq tilida bu fil suyagi. Fil suyagi. Ya'ni bu seriya ham emas, metallika ham emas. Tovlanadi. Perlamotovoy deyiladi. Xo'p, bunda dvigatel 1.5 litr ob'yomdagi MPI hisoblanadi. Aynan shu komplektatsiyamizda metan, propan, butan farqi yo'q. Xohlagan yoqilg'i turizda mashina harakatlanadi. Bemalol kelib 338 millionga xarid qilib olishingiz mumkin. Buni uchiga misol uchun naqdga kreditga oladigan bo'lsa, avtosalon tomonidan kafolatli bonuslari bormi? Bonuslari haqida videoning oxirida batafsil ma'lumotini berib o'taman. Albatta bizda bonuslar hamma vaqt bor. Bonuslarni imkon qadar maksimal darajada qilib beramiz yurtdoshlarimiz uchun hamda O'nikta viloyatidan kelgan yurtdoshlarimiz, mehmonlarimiz uchun. Ana endi Humoyun aka S09 modellarimizni bir boshdan yana bir bor tanishtirib o'tsam, S09 modellarimiz sotuvda 4 xil komplektatsiyadan iborat. Bu Sovist S09 Comfort, Sovist S09 Premium. Bu birinchi, ikkinchi pozitsiyalar benzinda hisoblanadi. Tan narxi 403 millionga 429 million. Va eng asosiysi xohlagan to'lov usulingiz mavjud. Xohlang naqd, xohlang avtokredit, перечисление, aka qilsa maza qilsin, xalq maza qilsin, rassrochkasi ham bor. Mana shular o'zi. Rassrochkasi ham bor. Boshlang'ich 25% to'lov bilan 1 yilga, boshlang'ich 50% bilan 2 yilga foiz peynalarsiz atigi bitta pasport evaziga xarid qilib olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Aynan S09 Comfort hamda Premium modellarini har birining tan narxidan $4000 chegirma hali ham amalda. Ya'ni mashinalar soni cheklangan albatta. Ulgurib qolishingizni so'rab qolamiz.
Xo'p, S09 modellarimizning 3-chi hamda 4-chi pozitsiyalari bu Pro Max'lari hisoblanadi. Bular ham tokda ham benzinda harakatlanadi. Ya'ni biz bilgan o'sha zamon talabiy bo'lmish gibrid hisoblanadi. Xo'p, S09 ni 3-chi pozitsiyasi Pro'sini tan narxi 451 million. Southwest S09 ni xo'p, Max'i aka 468 million. Xo'p, ana endi aynan 468 million Southwest S09 ni Max'i $1000 chegirmasi bor. Endilikda siz 455 million so'mga xarid qilib olishingiz mumkin. Xohlang naqd, xohlang avtokredit, kreditchilikni farqi yo'q. Rassrochka ham bor, albatta. Yo'q, aynan S09 ni gibridlarida mavjud emas, benzinliklarida rassrochka mavjud. S09 ni benzinlik variantlarida bor, foizsiz, xohlang naqd, xohlang avtokredit hamda kam foizli avtokredit ham mavjud. Endi boshlang'ich to'lovi sal kamroq bo'lsa, oylik to'lovi misol yengilroq, uzoq muddatga desangiz, kam foizli imtiyozli avtokredit ham mavjud. Aynan S09 ni gibridlarida hozirda to'lov usuli naqd hamda avtokredit va Max'idan $1000, Pro'sidan $1200 chegirmasi bor. Xumoyun aka, bitta rangini ham ko'rsating aka. Rangiga alohida klass bosadigan joy lekin. Rangi aka biza bilan ekon o'sha mountain gray deyiladi. Endi bu aka bizni tildan borayna. Ya'ni bu o'sha biza bilgan Li9, Li7lardagi o'sha bolotniy tsvet bor aka, aynan o'sha rangidan. Hozirda shu rangidan ham bor. Bundan o 1-2-3 oy oldin chamasi aynan bu ranglar zakazda kelgan. Hozirda nalichida bor, adashmasam bitta ikkita bor. Bemalol kimga ma'qul bo'lsa, Soyuz Buxoro avtosalonida hammangizni kutib qolamiz. Akajon, bitta savol bor-da. Misol uchun mana shu rang menga yoqdi deylik. Ana shuni S07 pozitsiyalariga qilib bersak bo'ladimi? Yo'q. Nima uchunki S07 modellarimiz uchun 7 xil rang ajratilgan konvertida. S09 modellarimizning konvertida 7 xil rang alohida ajratilgan. Ya'ni Soyuz hozirgi modellarida 14 xil rang mavjud. Faqat 7 xil rang Southwest S07 modellari uchun va 7 xil rang Southwest S09 modellari uchun. Va siz xohlagan rangini tanlab olishingiz mumkin va sizdan mutlaqo to'lov talab qilinmaydi. Bemalol kelib xohlagan rangingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz va yana xalqimizga qulay bo'lsin degan maqsadda salon ichki rangini ham tanlab olish imkoniyatiga egasiz va shunda ham sizdan to'lov talab qilinmaydi. Ana endi Soyuz Buxoro rasmiy avtodilerlik saloni har bir modellari uchun 200,000 kilometr yoki 6 yilgacha kafolat beradi. Aynan O'zbekiston bo'ylab endi bilishim bo'yicha bironta avtosalon bera olmaydi 200,000 kilometr. Lekin Soyuz Buxoro rasmiy avtodilerlik saloni 200,000 kilometr yoki 6 yilgacha kafolati bor va eng asosiysi servis xizmati bor. Bemalol o'zi Soyuz Buxoro avtosaloniga tashrif buyurib guvohi bo'lishingiz mumkin. Xohlagan zapchastingiz bor. Eng asosiysi xohlagan zapchastingiz bor. Xizmat turlari barchasi bor. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Va undan tashqari Soyuz Buxoro rasmiy avtodilerlik salonida test drive xizmati bor. Kelib Soyuz Buxoro avtosalonida bemalol S07 modellari, S09 benzinligi, S09 gibridini haydab ko'rish imkoniyatiga egasiz va sizdan to'lov talab qilinmaydi. Faqatgina sizdan talab qilinayotgani fuqarolik pasporti hamda haydovchilik guvohnomasi. Ana endi eng qiziq joyi shundaki, viloyatdan kelayotgan mehmonlarimiz uchun tekin mehmonxona, Buxorocha osh, zavtrak, obed uchun farqi yo'q. Parog, pollik o'zim so'rab kelganlar uchun ideal bitta bonusini ham qilib beramiz nasib bo'lsa. Keladi, xarid qilishadi, ishlari bitmay qolgan taqdirda tekin mehmonxona. Xuddi shunday shaharning qoq markazida tekin mehmonxona bor. Mana bemalol bonuslari, barcha shart-sharoitlari, imkoniyatlari aynan Soyuz Buxoroda bor. Hammangizni Soyuz Buxoro avtosalonida kutib qolamiz va yana qo'shimchasida bizda trading xizmati bor. Misol uchun siz mashinangizni sotmoqchisiz, yakshanba kunini kutish shart emas. Soyuz Buxoro rasmiy avtodilerlik saloniga tashrif buyurib, barter xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni biz mashinangizni bozor narxida xarid qilib olamiz va siz bizdan shu asosda mashina xarid qilib olishingiz mumkin. Umumiy hisobda Soyuz Buxoro rasmiy avtodilerlik salonida barcha to'lov turlari mavjud. Hammangizni Soyuz Buxoro avtosalonida kutib qolamiz. xohish va istak bo'lsa kifoya, avtomobil xarid qilishda bemalol chegirmalar ham foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. O'zingizda aytilgandek minib yurgan avtomobilingizga siz yangisiga almashtirish imkoniyati mavjud. Xuddi shunday bo'ladi. Humoyinuz kanalida aytish esdan chiqmasin. Aziz akamizga kattakon rahmat. Akani o'zini so'rab kelganlarga katta bir bonuslarni albatta. Hammangizni kutib sog' qolamiz. bo'lsin aka.
Hurmatli obunachilar, yana bugun bir mijozimiz Suis oilasiga qo'shildilar. Botir aka, mashinalar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga mening akajon. Suis mashinalarini tanlashingizni eng asosiy sababi nima? Eng asosiy sababi, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Eng asosiy sababi mashinaning qulayligi, komfort taraflama. Chiroyli. Qarang. Yani o'zimga yoqqani komfort taraflama zo'r. Zo'r, yo'qda o'zingizga. Yoqdi. Eng asosiysi shu. Xo'p, Suis brendi O'zbekistonga kirib kelgani 1 yilligi munosabati bilan biz ana shunaqa lotereya hududi tashkil qilganmiz. Mana shu yerda turgan konvertlardan birini tanlaysiz, tanlagan ichidan nima chiqsa, o'sha prizni olib ketishingiz mumkin. Bemalol tanlashingiz mumkin. Aha. Shunisi bo'lsa. Cafe Mac Umbrella. Kafeyni krужка и зонтик. Bu firmenniy original tovarlar hisoblanadi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Qadrli obunachilar, Suis Buxoro avtosalonida sizlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, akajon, yaxshimisiz? Avvalambor mashinalar qulluq bo'lsin. Rahmat. Qayerdan tashrif buyurdingiz, akajon? Qoraqalpog'iston To'rtko'l tumani. Hozir Suis avtomobilni qaysi modelda xarid qildingiz? Avtomobilni Swiss S09 Eng full varianti, Full variant. gibrid variantida. hibrid. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Tagidan shamol esib tursin doim. Rahmat. Hammaga buyursin. Rahmat hammaga kattakon. Ya'ni zo'r mashina, semeyniy mashina. Bo'ladi. Tavsiya qilasiz ko'pchilikka. Tavsiya qilaman hammaga. Rahmat kattakon. Xo'p.